Nega ba'zilarda 5 kunda natija bo'ladi va ba'zilarga esa oylar vaqt kerak bo'ladi. Azizlarim, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan muhim mavzuda gaplashmoqchiman. Bu mavzuning nomi ko'pchilik uchun qiyin bo'lgan va ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan vaginizm mavzusi. Vaginizm, azizlarim, bundan oldingi videolarimda gapirganman, o'zi nimaga bo'ladi, sabablari. Va endi bugun yoshlarga, oilalarga, qaynota-qaynanalarga, ota-onalarga murojaat qilmoqchiman. Chunki bu kasalni ko'pchilik yaxshi tushunmasdan, bilmasdan turib o'zligini, farzandligini, kelinligini, o'g'illarini da qiynab qo'yishlisi mumkin. Ya'ni og'ir ahvolga, ya'ni o'zi o'lida shundoq ham stress, shundoq ham asabiylashib, qo'rquv bilan kurasha olmay qiynalib yurishadi. Ularni qani bo'ldimi, nima bo'ldi, davay deb qiynab qo'yadigan ayrim oilalar ham bor. Shuning uchun murojaatim aynan sizlarga va bugun vaginizm haqida yanada batafsil ma'lumot beraman. Ko'pchilik o'ylaydi, vaginizm bu kasallik. Aslida vaginizm bu kasallik emas. Bu qandaydir infeksiya, virus yoki qandaydir diagnoz ham emas. Bu oddiy bir simptom. Bu nimani simptomi? Ya'ni ayol kishida o'sha turmushga chiqqan yosh kelinchakda bo'ladigan holat. Aslida aytishadi, mana sen shuncha xarajat qildim, to'y qildim, sen kasal ekansan, bor o'zingni tuzatib ol deydiganlar ham kam emas. Bu narsa nimadan kelib chiqadi? Agarda o'sha birinchi kuni, ya'ni birinchi o'sha kechada chimildiqda erkak kishi qo'pol harakat qilsa, o'zini noto'g'ri tutsa, ayni ko'pchilikda tajriba yo'q, xatti harakatini nima qilayotganini bilmay qolishi mumkin va jo'ralaridan yoki o'sha tashqarida eshitgan gapi bo'yicha harakatni boshlashi mumkin. Shuning uchun ham qiz bolani, ya'ni o'sha yosh kelinchagini qo'rqitib qo'yishadi. Va bu narsa, o'ylamang, u sizga bir narsa kasallikni yoki bir dardni olib kelmaydi. Aslida bu qizda tegi jinsiy tarbiya bo'lmagan. Birinchi sabab, vaginizm sabablaridan birinchisi, hamma joyda uchraydigan va men oldimga keladigan ko'p yillik tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, ko'pincha emas, bir 99% jinsiy tarbiya yetishmovchiligi. Ya'ni bizni farzandlarimizga yeyishni, ichishni, o'qishni, yozishni o'rgatamiz-da, institutga, o'qishga, maktabga borib kelishni o'rgatamiz, gaplashishni o'rgatamiz, oddiy bir bizni maishiy hayotimizda bo'ladigan narsalarni o'rgatamiz. Lekin afsuski, ko'p oilalarda o'z tanasi bilan muloqotda bo'lish, o'z tanasini qabul qilish, sevish, uni his qilishni o'rgatmaymiz. Va bu mavzuda gap chiqqanda biz mavzuni burib yuboramiz. Yo'q, katta bo'lganingda bilib olasan, eshitib olasan, kerakli odamdan eshitib olasan, o'sha boshingga tushganda bilasan, tushunasan deb bu narsadan chekkalab ketamiz, ya'ni bu mavzuni yopib qo'yamiz. Va qachonki qiz bola yoki o'g'il bolada o'sha jinsiy o'zgarishlar bo'ladi, balog'at yoshi, ya'ni pubertat yoshida har xil o'zgarishlar bo'lganda, buni o'zgarishlarini ko'rib bizga yordam berish o'rniga bu mavzudan qochamiz. Iloyim menga kelmasin, gapirmasin, mendan so'ramasin. Menga yozadiganlar ham bor-da. Nadia Abduqadirovna agarda o'g'lim kelib mendan so'rab qolsa yoki qizim kelib so'rasa, men nima deyman, nima deyish kerak deb shu mavzudan qochadiganlar ham, agar nibodi boshimga tushib qolsa nima qilaman deydigan ota-onalar ham ko'p. Shuning uchun azizlarim, inshaalloh yaqinda sizlar uchun maxsus kitobim chiqyapti, jinsiy tarbiya degan. Bu kitobim inshaalloh mana shunaqa gapirishdan uyaladigan, gapira olmaydigan, tortinadigan ota-onalar yoki shu kattalarga juda ham qo'l bo'ladi. Chunki farzandlaringizga berib yoki bilmagan tanishingizga berib bemalol ulashishingiz mumkin va u yerda batafsil hamma ma'lumot yozilgan. Endi jinsiy tarbiyani aytib o'tdik. Undan tashqari qiz bolada o'sha qo'rquv, o'zi juda ham sezuvchan bo'lishi mumkin, juda ham o'sha ta'sirchan bo'lishi mumkin. Qondan qo'rqadigan qizlar bor, og'riqdan qo'rqadigan qizlar bor yoki qush pir etsa shir etadigan qizlar bor. Shunday qizlarda nima deydi, vaginizm bo'lib qolish nimasi, alomati ko'proq bo'lishi mumkin. Va undan tashqari yoshligida qandaydir travma olgan, qandaydir o'sha kimdir qo'rqitgan, ketidan qo'ylagan yoki tajovuz qilmoqchi bo'lgan yoki haqiqatan tajovuz ko'rgan qizlarimiz. Bularda ham bo'lishi mumkin va yana eng ko'p uchraydigan holat jinsiy aloqa haqida juda ham yomon so'zlar eshitishgan, yomon gaplar eshitishgan. Tasavvur qiling, qiz bola bu bir oq qog'oz, ya'ni
kitob hali ichiga hech narsa yozilmagan oppoq qog'ozdek kitobdek insonda bu insonga tasavvur qiling, siz gapiryapsiz yomon narsani, oq rangi qora deb gapirsangiz u o'sha oq rangi qora rang deb tushunib oladi, to'g'rimi? yoki qorani oq desangiz ham xuddi shunaqa. Agarda jinsiy hayot haqida umuman hech narsa bilmagan insonga siz yomon narsa, negativ narsa gapirsangiz, ishonavering, bu insonda faqat negativ narsa bo'lib qoladi va shu narsa boshiga tushgandan keyin voy rostdan ham og'risachi, voy rostdan ham bo'lsachi, o'lib qoladi deyishdi, qonab ketadi, chidolmaysan deyishdi, kirmaydi deyishdi. Mana shunaqa gaplar bilan ko'pchilik qizlar afsuski umrini, hayotini o'tkazib yuboradi, shu qo'rquv bilan yashashadi. Ya'ni buni ruschasiga noto'g'ri ustanovkalar deyishadi, noto'g'ri tushunchalar, shu bilan yashashadi va bu narsalar ham xalaqit qiladi. Ko'pchilikda o'zida jinsiy tarbiya bo'lmagani uchun, jinsiy ma'lumotlar yetarli bo'lmagani uchun ham shunaqa o'rtoqlari, tanishlari shunaqa gaplarni gapirib qo'rqitib qo'yishadi. O'zi normalniy farzandli bo'lib jinsiy hayotda yashashadi-ku, lekin bu yoqdagi odam qiynalib necha yillardan beri jinsiy hayotdan qo'rqib yashashini hayolligiga ham keltirishmaydi. Shuning uchun azizlarim, sizlarga iltimos, jinsiy hayotni, jinsiy tarbiyani o'rganinglar. Bu narsaga chuqurroq kiringlar. Sizlarda balkim bu haqida muammo bo'lmasligi mumkin, lekin o'zingiz bilmagan holda atrofingizda, yaqinlaringizga, tanishlaringizga noto'g'ri ma'lumot berib ham ularni yomon ahvolga solib qo'yishingiz mumkin. Endi mani murojaatim ota-onalarga. Ota-onalar, azizlarim, agarda sizni farzandingizda shunday narsalar bo'lsa, iltimos ularni shoshirmang, ularni tergamang, ularga qani bo'ldimi deb tez xabar olmang, bu narsa haqida so'ramang, chunki bu narsa o'zi shundoq ham ular uchun juda ham stressiy holat, ya'ni uyatli, juda ham bu narsa ularni asabiylashtiradi. Agarda siz yana zo'rlasangiz, tezlashtiraman desangiz, qani kontrol qilaman desangiz, ular yanada bir berk ko'chaga kirib qolishadi, yanada bekilib qolishadi va ularda natija bo'lishi juda ham qiyin. Meni oldimga keladigan, mana ko'pchilik biladi, men o'sha ko'p yillik tajribaga ega va 3000 dan ortiq nima deydi, konsultatsiyani o'tkazgan insonman, ya'ni terapiya, psixoterapiya. Meni oldimga keladigan juftliklarni ko'pida bu narsani kuzataman, ko'raman. Agarda ularni ota-onasi bilsa, o'zini ota-onasi, kelinning ota-onasi, ya'ni qaynota qaynonasi bilsa, bu haqida nimalar ko'payib ketadi, ya'ni mish-mishlar, har xil gaplar, noto'g'ri tushunchalar ko'payib ketadi. Ular nima qilishadi? Perjivayt qilishadi, ya'ni qayg'urishadi. Kelini uchun, o'g'li uchun, bular farzandli bo'lmayapti, tezroq bo'la qolsin deb, keyin bularni har kuni nima bo'ldi kelin? Nima o'zgarish bormi? Yaxshimi? Nima qildingiz? Bugun nima bo'ldi? Menga ham yozishadi, o'zgarish bormi? Nima qildinglar deb. Ya'ni shunaqa endi tasavvur qila olmaysizlar, o'zi stressda kelgan odam, ular tinchlanishi kerak. Men oldimga kelgandan keyin o'sha terapiya payti boshi o'chishi kerak. Men bu yoqda oldimda boshini o'chiraman, keyin yana tashqariga chiqqandan keyin ularni telefon qilib yoki tekshirib, yanada asablisini buzib, yanada o'sha eski holatiga tushib qolishiga sababchi bo'lib qolishadi bilmagan holda. Endi keyingi murojaatim erkaklar uchun. Aziz erkaklar, ayniqsa bu sizlarga tegishli. Chunki tajribamdan kelib chiqqan holda shuni bilamanki, sizni oilangizda bo'layotgan sir, ya'ni vaginizm, jinsiy aloqa qila olmaslik muammoingiz faqat sizga tegishli. Bu juda ham shaxsiy narsa. Bu haqida hech kimga gapirish kerak emas. Ota-onangiz bilan ham hattoki bo'lishingiz shart emas. Chunki ota-onangiz bu narsani oxirigacha tushunishmaydi, siz uchun qayg'urishadi va oxiri bu narsa ular bilgandan keyin ajrim bilan yoki-da bo'ldi qo'yib yubor xotiningni degan gap bilan tugashi ham mumkin. Agarda bu narsani etmasdan o'zingiz chorasini ko'rsangiz, mana eshityapsiz, sizga yechimlarini, hamma narsasini aytyapman. O'zingiz chorasini ko'rib, ayolingizga mehribonchilik qilib, unga yondashishni o'rgansangiz, agar bu narsani yechimini topsangiz, o'zingiz bu eng katta yutug'ingiz bo'ladi. Lekin bu kimga aytib bu narsani hal qilmaysiz. Sizga hech kim o'zingizdan boshqa va ayolingiz bilan birgalikda o'sha qiladigan ishlardan hech kim yordam bera olmaydi, ishoning. Shuning uchun hech kimga aytmang. Bu siz ayollarga ham tegishli. Agarda bu kim bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, dardingizni aytib, ozgincha yengil bo'laman deb o'ylasangiz, ishoning, hech ham yengillashmaysiz. Buni chorasini ko'rish kerak, buni shu oldini olish kerak, lekin aytib yordam ola olmaysizlar bu kimdan. Endi bu yana bitta обращение, ya'ni murojaatim.
sizlar azizlarim jinsiy hayotda o'sha hamma yo'lini o'rganishinglar kerak, har xil narsalardan foydalanib ko'rishinglar kerak. Ko'p o'sha tajribamdan kelib chiqib aytamanki, bir xil oilalar aytadi, mana eshitgandan keyin men ham yoshligimda birinchi turmush qurganimda menda ham jinsiy hayotimda og'riqlar bo'lgan, yoqimsiz bo'lgan, вообще qo'shila olmaganmiz, 1 oy, 2 oy, 3 oy deb aytishadi, lekin ular o'sha paytda bilishmagan sababini va ko'pchilikda bu narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana eshityapsizlar, balkim o'zingizlarni eslayotgandirsizlar. Shunday paytlarda albatta siz o'sha jinsiy organga ishlatiladigan, ishlatish mumkin bo'lgan narsalarni bilishingiz kerak. Birinchi o'rinda bu uzum yog'i. Uzum yog'i jinsiy organga juda ham yaxshi ta'sir qiladi, juda ham foydalari ko'p. Uni yumshatishga, o'sha massajlar qilganda ishlatishga kerak bo'ladi va undan tashqari lubrikant ishlatishni ham tavsiya beraman. U ham o'sha jinsiy aloqani og'riqli bo'lishidan, o'sha ko'ngilsiz ketishidan oldini oladigan instrument, ya'ni kerakli narsa. Va yana o'sha vibragel degani bor, ya'ni o'sha erkak kishilarga prolongator borda, u ham mana hozir Soft brendida shularni uchalasi hammasi bor. Ularning hammasini to'g'ri ishlatishni bilish kerak. Ba'zi bir holatlar bo'ladi, vaginizm ayol kishida muammo, mana uni qisadi, ocha olmaydi, o'sha yo'l qo'ymaydi deb gapirishadi, lekin ba'zi bir holatlarda erkaklarda ham tez bo'shanish bo'ladi. Ya'ni agar ayol kishi bo'shashib, boshini tinchlantirib ishga ulgurmaydi, erkak kishi tez bo'shanib qo'yishi mumkin va bunaqa holatlarda ham vaginizm holati yanada cho'zilib ketadi. Ya'ni jinsiy aloqa qila olmaslik holati yanada cho'zilib ketadi. Shuning uchun albatta siz nima deydi, erkak kishini ham tekshirtirish kerak. Agarda muammo bo'lsa, albatta birinchi urologga, andrologga boring, o'zingizni to'g'ri lecheniyani oling va ayol kishilar ham siz biling, ginekologga borish kerak, lekin ginekolog agar sizda qo'rquv kuchli bo'lsa, ginekolog stoliga chiqmaganingiz yaxshi. O'zi tajribali, malakali vrachlar, ginekolog bu haqida biladi. Sizni hech qachon kresloga chiqqan sani ko'raman, tegaman deb sizni hech qachon zo'rlamaydi va bunday kasallar bilan juda ham muloyim, yaxshi gaplashadi, chunki bilishadi, o'zi bu juda ham ta'sirchan qiz, o'zi juda ham qo'rqoq va bunaqa narsaga majburlashmaydi. Albatta sizda bunaqa muammo bo'lsa, bilingki siz yolg'iz emassiz, sizga o'xshaganlar juda ham ko'p va buni albatta yechimi bor. Va agarda kimdadir shunaqa muammo bo'lsa, men pastda maxsus anketa qoldiraman, uni to'ldirib, o'zingiz haqingizda ma'lumot yozib qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlarim. Sizlarga sog'lik, salomatlik, baxt, tinchlik tilayman oilalarda va albatta o'zingizlarning ustingizda ishlashinglarni, jinsiy tarbiya, jinsiy hayotda sifatini yaxshilashinglarni tilab qolaman.